Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun doim uchraydigan masala, ya'ni mushu telefonimizningki sig'imining to'shab qolish masalasini hal qilish uchun sizlarga bir yaxshi bir amaldan birini o'rgatmoqchi. Buning uchun cho degan chaqda telefonimizga avval bir tal app bor, shuni tushiramiz. Play Store'ga kirdik. Alma telefon bo'lib qolsin o'xshash. Bu yerga cho degan chaqda nima deb yozdik degan chaqda Yandex nima disk. Endi nima uchun Yandex diskni ishlatmaymiz? Yana boshqa Google Drive bor, andan keyin Dropbox bor. Undan boshqa nurg'un narsalar tursa, nima uchun uni ishlatmay, buni ishlatamiz degan chaqda, buningki bizga sunadigan eng yaxshi taraf nima degan chaqda, haqsiz, cheklimsiz holatda bizga bo'shliq berishi. Shuning uchun Yandexni ishlatamiz. Yandex hozir tushib bo'ldi, qachilyapti. Qachilinib bo'lsa, andan keyin men echib tafsilotini ko'rsataman. Xo'sh, qachilinib bo'ldi. Hozir men buni och deganda bosdim. Bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda bizningki Yandex programmamiz ochildi. Ochilgandan keyin hamda meningki burun ochib qo'yganligim uchun udullam ochilib ketdi. Sizlarga bir ko'z tushish uchun men bundan chiqitay. Evet dedim. Chiqetdim. Yandex ochilgandan keyin mana yeni hisob ekla deganda bosgandan keyin qarasanglar, sizlarningki Google hisobotinglar yoki Facebook hisobotinglar yoki Twitter hisobotinglar bo'lib qolsa, bu Yandex hisobotini ayirib olishning hojati yo'q. Mush Google hisobotidan kirish qilsanglar bo'ladi. Mana. Men Google hisobotidan kirdim. Nəhayət asan bo'ldi, chunki Yandexning maxfiy numeri qanchati, Googlening maxfiy numeri qanchati deb bu yerda nima qilish bo'lmaydi. Unutib qilish degandeklar bo'lmaydi. Xo'sh, undan so'ng biz ochilgandan keyin bu holat keladi. Endi bu yerda nima ish qilamiz degan chaqda, buningki tangshakdan echib o'tadigan yer bor. Bu yerdan bu o'zingizning bosh rasmini chekkandan keyin qarasangiz degan chaqda, bu yerda 10 deb turibdi. Endi abay cheklimisiz degan gap bilan buning o'zi hozir zich chiqib qoldi. Bu yerdagi 10 deganimiz nima degan chaqda, 10 deganimizning o'zi bizningki o'zimiz tanlab turib buyruq bergan hujjatlar 10. Ammo cho degan chaqda, bu yerda avtomatik holatda tangshab qo'ysak cho degan chaqda, tangshab qo'ysak, buningda cheklimsiz holatda chiqara oladi. Chunki ba'zilarimizning telefonida balkim 10, 20, hatto 40, 50 rasm bo'lishi mumkin. Mush rasmlarni cho degan chaqda bemalol saqlab qila olasizlar. Xo'sh, ayarlar deganga kirdik. Ayarlar degandan cho degan chaqda, bu yerdagi qarasak mana, bu yerdagi nima avtomatik fotograf va video yukla. Mushu tizimning ichiga kiramiz. Kirgandan keyin qarasak cho deganda fotograflar deydi. Fotograflar deganga avtomatik fotograf yukla degan echib o'tamiz. Andan keyin bu yerdan izin so'raydi, izinni beramiz. Andan keyin izinni berdik yana. İkincisi izin berdik. Andan keyin sınırsız alanı yükle deganga mod bu yerni echib o'tdik. Endi cho deganda avtomatik video yukla degani bosgandan keyin cho degan chaqda bu yerda videoni yuklaydi. Ammo videoning sig'imi cho'ng bo'lganligi uchun bu yerda sınırsız alanı yukla deganni etish uchun bizdan haq talab qildi. Shunga u yerni agar ochaman deb qolsanglar, mana bu yerda ochgandan keyin bu yerda sotib ol deb turib oldi. Shunga agar men setib olmaydim deb qoldigan ish bo'lib qolsa degan chaqda avtomatik video yukla deganni besib qo'ysak bo'ladi. Ammo cho deganda videomizning sig'imi bek cho'ng ekanligi uchun buningga haq talab qildi deb tushansanglar bo'ldi. Mush uchun echib qo'ysak yetarli bo'ladi. Andan keyin men ostidagi cho deganda mobil internetda yukla deganni echib qo'ysanglar qanday bo'ldi deganda, sizning telefoningizdan nimani iqimni yeb ketadi. Shunga bu yana o'zini itikolat tutsin. Ammo sizlar ma'lum bir yerga bordinglar, sayohatga berib, u yerda tatgan rasmlaringning o'zi bir masalan telefon egizpas bo'lib voqea bo'lib qilish ehtimoli uqlanmaydi, qanday ish bo'ldi. Ammo shu tatgan rasmning shu vaqtning o'zida qandaq to'g'ri chiqishni xalab qilib qolsangiz deganda bu yerni echib olsangiz bo'ladi. Bu ham jiddiy ahvollarda asqatadi. Xo'sh, undan so'ng bu yerni echib o'tgandan keyin deganda, echib o'tgandan keyin mana bizningki telefonimiz hozir qanday degan chaqda mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana to'xtamay 582, 581 deb butun mushu telefondagi video, rasmlarning o'zini cho degan chaqda qandaq bizningki mushu Yandex bulutumizga saqlab o'tadi.
Endi bu Yandex bulutumuzga saqlap bolgandan keyinchi degan chaqda sizlar anandan keyin telefonning resim bayiriga kirib, mana bu telefonningki o'zining resim bayiriga kirib, o'zining resim bayiridan degan chaqda o'zining resim bayiridan bu resimlarni hammani tanlab o'chiribetsanglar, u chaqda qanday bo'ldi deganda telefoningning ichidan sig'im jihatdan hech qanday yani egallamaydi. Yangi tatgan resimlaringni har kun oqshimi Wi-Fi ulangan chaqda kech tarafda tabiiyki uyga qaytib kelamiz. Shu chaqda Wi-Fi ulgan chaqda u resimlar qandaq bizningki Yandexga chiqdi. Shuning bilan bu yerda deganda telefonimizning sig'imi to'shab ketmay, aksicha tatgan resimlarimiz yo'qolib ketmay, nihoyat bizga afzallik sunadi. Xo'sh, unda bo'lsa bugunmi bu videomizning oxiriga kelib qoldik. Hammanglarga azir ko'pdir foydasi bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnun bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Inshaalloh kelar qatimki videomizda ko'rishaylik.